mehmonlar aytgancha, bilasizlar, menda har doim sovg'alar har doim beriladi. O'shaning uchun unutmaymiz, aktivni to'xtatmaymiz. Men постоянно kuzatib yuraman, qarab yuraman, zametkamga yozib yuraman. Eng aktiv qizlarni albatta balki bir oy, balki 2 hafta, balki 2 oy kuzatarman, lekin обязательно kutilmaganda syurpriz qilib отметка qilib boraman. O'sha eng aktiv qizlarimga sovg'a berib boraman. Kremlar beraman, sivrotkalar beraman, har xil. Balki eng aktiv zo'r kommentlar yozgan qizlarga вообще SPF ham beraman, xudo xolasa. Постоянно berib boraman. Bilasizlar, ko'pincha ko'rsataman, ko'pincha nerda ko'rsatmayman, o'zi ko'z qilishimni ko'raman. Ehson sovg'a berganda ko'rsatishni to'g'risi yomon ko'raman, no sizlarga ba'zan motivatsiya bo'lishi uchun ko'rsatib qo'yaman. Atak aktivni to'xtatmanglar, men doim kuzatib boraman. Chunki shunga qarab sizlarga retsept tayyorlayman. Yana bitta narsa, uni ham yozib ketinglar. Sizlarda yuzinglarda, imенно yuz teringlarda nimalarga ko'proq allergiya bor? Nima sizlarga yoqmaydi? Mana masalan, домашний maskalar beryapman. Nimalarga allergiya bo'lasizlar? O'shani ham yozib qoldiringlar, chunki men shuni ham uchotini hisobini olib, xudo xolasa sizlarga maska tayyorlayman. Хорошо? Давайте kutaman. Именно mana shu ko'shkaga yozinglar o'rtoqlar. Chunki mana shu yerda menga saralanib ko'rinadi. Direct o'ziga yozib yuborsanglar, erta сообщение juda ham ko'p, 100 minglab bo'lib ketgan. Uni ajratib chiqolmayman keyin. O'shaning uchun mana shu yerga yozinglar. Men ozgina oпрос o'tkazmoqchiman va sinamoqchiman. Kimda qanaqa muammo. Давайте bu yo'lga faqat nimaga allergiya bor, o'shani yozinglar.